Ibrohim alayhissalomning yana bitta kasblari bo'lgan ekan. Bino qurgan ekanlar. Bino. Bu degani uy quradigan ustalar bor ichimizda. Qarang, qana zo'r ish qilyapsiz. Chunki agar niyatingiz yaxshi bo'lsa, sizni bino quruvchilarda faqat insonlarning qalbiga xursandchilik olib keladi. Nimaga? Shaharda, qishloqda yurtni go'zal qiladi nima? Bino. Bizni sovuqdan, issiqdan saqlaydi, vahshiy narsalardan, yomonlardan, uyatdan saqlaydi nima? Bino. Uyim bitdi deb xursand bo'ladi. Faqat nima qilish kerak? O'sha ustalar aldamaslik kerak. Ustalardan shikoyat ko'paygan. Nima qiladi? Bitta cho'pqat deydi bizda, taxtadan alohida, temirdan alohida, mixdan alohida, hammasidan bitta odamni boylab olgan. Iminni o'shandan oling deydi. Olgandan keyin bunga pul ajratar ekan o'sha odamlar ham. Bu bo'lmaydi bu. Bu bo'lmaydi. Keyin uyda egasi yo'qligida boshqacha ish qiladi, uyda egasi borligida boshqacha ish qiladi. Bu ham unda pulingiz halol bo'lmay qoladi shuna ustalar. Ustaz ko'rmaydigan tomni ichida mi qoqyapsiz-ku? O'sha 3 ta qoqish kerakmidi? Aka, qoqing o'sha 3 tani. Bittani tiqib qo'yib ketavermang. Shamol olib ketib qoladi. Qiyomatda javob berasiz, pulingiz harom bo'ladi sizga shu. Agar odatda shu shamolda uchmaslik kerak tom, nimaga qo'shnining tomi uchmaydi? Nimaga meniki uchib ketish kerak? Bir xil shamol-ku. Qo'shnimikiga metriga sekundiga 12 metr, meniki 75 metr bo'lib qolmaydi-ku. Nimaga qo'shnimiki uchib ketmaydi-yu, meniki uchib ketish kerak? Sabab qo'shnimikini vijdonli ustalar qilib bergan, menikini vijdonsiz ustalar qilib bergan.